Hayotingiz davomida yemagan so'mga pul to'lagansiz? Hayotim davomida unaqa voqea ko'p bo'lmagan, serialda bo'ldi. Madina kelib shapaloq berish kerak edi. Keyin Muzaffar aka takoy, "Nima qilib qo'ying" dedilar. Ozgina anaqa bo'lsin-da, keyin o'ynab keturasizlar dedilar. Men aytdim, "Men unchalik tajribali aktyor emasman. Men shapaloq yeganimdan keyin o'sha emotsiyani berishim kerak" dedim. Men bilmaganman. U krupniy planda 4 ta dubl, sredniy planda 4 ta dubl, общий planda yana 2 ta dubl. Shuni qo'llanib bir 17-18 marta shapaloq yedim Madinadan. Keladi, uradi, unga gapiraman. Keladi, yana uradi, o'xshamadi deydi. Emotsiya chiqmadi, ovoz yosilmay qoldi. Bu yoqqa olsang ham kalla qo'yapti, bu yoqqa olsang ham kalla qo'yapti. Unaqa bo'ldi. Rosa shapaloq yedim. Lekin o'sha narsa rolni yaxshi chiqarib berishga yordam berdi. Chunki o'sha aytganimdek, takoy kalta yegandan keyingi reaksiyam menimcha yaxshi chiqdi deb o'ylayman. O'z aslida ayb ish qilmagan edim, aybdor meni personajim edi. Men Madinaga unaqa yomon gap gapirmaganman o'z aslida. Shu yemagan somsanga pul to'lash. 17 marta. 17 marta, afsuski.